Nimaga sizni Dukunshan qabul qilishgan deb o'ylaysiz? Menimcha asosiy sabab intervyu bo'lgan. Chunki intervyu invitation kelgan menga. Menimcha 50 vaziyat bo'lib qolgan undan oldin. Shunda intervyudan oldin bolalar bilan gaplashgandim. Dukunshanda o'qiydiganlar bilan nimalar desam bo'ladi, nimalar desam bo'ladi, o'zi qanaqa bo'ladi intervyuda. Keyin Reddit degan veb-saytlarda ham artikellar o'qigandim. Shu oldin topshirganlar qanaqa bo'lgan. Shu ma'lumotlar yig'ib 2-3 kun tayyorlangandim. Intervyu payti ham biz prezident davlatga topshirganmiz. Zo'r bo'lgan. Intervyu oladigan opa ham muloyim. Normalni sizni gapingizni eshitib, qo'llab-quvvatlab turgan. Keyin oxirida nima degan? Sen mendan ham ko'p ma'lumot bilasan ekan DKU haqida degan. O, dahshat. Qanday bu ma'lumotlar bilasan deganda. Xursand bo'lib ketgan. Xursand bo'lgan. Keyin men ham endi o'qidim, izlandim, menga yoqadi DKU deb aytganman. Demonstrated interest degan criteria. Menimcha shu tarafga oqib ketgan. Mening shu taraf universitet yoqqan. Ular kelishim bilgan. Olmasa bo'lmaydi. Andijondan ham birinchi o'quvchi bo'lganman.